gap qila, jinim soqam gap qila. Seni kim bozaq qildi? Undaq qilma, chijamni qaytirib be. 3 kunning bolasini o'g'loq deymiz a. Qonundaga yetmak ma'vo. Tashlayotgandek men baqa. Bo'ldim mo'ma, yig'lama. Masala deb qo'yay. Bundan munosabat bo'lsa qilib bo'lmala. Sinep birisi bozaq qildimi? Kentimizda ig'ir musibat bo'ldi. U nada sizdan norozi bo'ladi. Bu balani men beqosam ekan deyman. Nemanchi uylaydigan sizlar bu balani? Voy. Bu yetim oğlakni kim onda aldatib o'tasin debdi? Azman istigrak bo'lmamsa kirama. Qaradik buning kujra qilg'ini. Qo'yimi tizirga qo'ndirib o'tirib ketibman bu yetimakni. Rastla ota-ona yo'qmi? Qanday? Meni maktabda o'qitamsiz. Az ko'may, qiynatingizga berasiz. Serag'i berib buni boqcha kelmen deb mushna qishqani boshlab keldingizmi? Son kitob o'qishni nima qo'ydi? Qo'pa. Yelani surkin. Ukang nima qiladi? Ko'zing ko'rmadimi? Bo'ldilar. Yana bir nima qilaylik? Ma'qul uylatamisan bu so'rag'andi. Uni biz doktorxonaga olib O'ligini sotilgan bo'ldi bizga. Mushundaqmi ota-onalar bor, ha? Tug'ilganda tashlaydi ekan. Balani men beqilasam bo'laman. Hammasi aşı Horakkeş juhud bilan aqlsiz qonjoqning kasofati. Mana bolani tug'ib, masjidga tashlab qo'yib qaytishdi. Kakning qo'yni og'ib munofiqlar. Mana endi bu bechora bola nishtamday turib xo'rniyotida emasmi? Bu mahalladagi ko't-ko'tlarning og'zini ya tutib og'lamasa, bu yerdagi uşaqlar ya bunu külvermese. Oşularning dastidan onu talağını çıkaramısam, amma qandaqmi qog'ilib. Voy Xudoyim, voy Xudoyim. Bo'ldim mo'ma, yig'lama. Endi Sametjon bilan hargiz o'qishmayman. Jinim bolam, shunda qilgin, jinim bolam, shunda qilgin. Ay jinim bolam. Bundan kim bizdan kim qolsa, sana kimni qara. Bo'ldi, yig'lama. Bo'ldi, qo'zim, yig'lama, yig'lama. Bo'ldi, yig'lamanglar onasi. Allah egam, bendisini rizqi bilan yaratdi. Yig'lamanglar. Balam. Cin balam. Cinim qo'zi. Hey! Nimsi qilshoqsa? Masala deb qo'yay. Bundan munosabat bo'lsa qilib bo'lmala, ha? Bana saqal, keta. O'zing qistak. Oy balam, nimish yig'laysan ha? Yig'lab ketibsan-ku. Mekile. O'ltira. Yig'lama balam, yig'lama. Qani balam. Ayta, seni birisi bozaq qildimi? Ha? Kim bozaq qildi? Menga ayta. Ha? Menga deb ber, men berib, adibini beray, ha? Balalar. Qaysi bolalar bozaq qildi? Suchimlayotgan balalar. Shundoqmi, ha? Yig'lama, jira. Men shu bolalarni berib gap qilib qo'yaman. Mana balam, yig'lama.
Ma balamni bozakka qaysanglar, ha? Men neçe ketim dedim sizlerge, bu balı şundak yavaş, yaxşı balı tutsa, bunu bozak kımanglar desem, yani bozak kıpsizler. Qaranglar, bunu yığılap bitip bağın ne? Men sizlerge bunu bozak kımanglar degettim, sizler beni gipimni anlamapsizlar, ha? Sizlerge qarsa şundak yaxşı yavaş, yaxşı ötüvatkan ballarda kılısızlar. Lekin kichiklarni bozak kımanglar, ha? Eğer sizler benim gipimni anlasanglar bağı, men sizlarga cho'chak aytib berma. Cho'chak, xitolarmi? Burungi zamonda bir buvay bilan bir mo'may o'tgan ekanda, mo'may bilan buvayninki mana mushunga o'xshashlar, mana mabalaga o'xshash bir nevarasi bor ekan. Bu nevarsini mo'may bilan buvay bek yaxshi ko'rdi ekanda, gapimni anglanglar, cho'chakimni tinglashyapotgansizlar, ha? Mo'may bilan buvay bek yaxshi ko'rdi ekan, mana bunday yaxshi ko'rdi ekan. Shuning bilan mo'may bilan buvay nevarsini bir kun yeniga chaqirtib kelib, sening dadang, jinim balam, sening dadang burun Nayetimi dağınıq mergentdi, o kuşlarını oğlaydı, tağ öşkülerini oğlaydı, kırgavullarını, kiyiklerini oğlaydı. Ondan o oğulgan neslerini öyüge, bizge ekep beretti. Biz ekegen neslerini, o oğlap ekegen neslerini koşunlarga birleştirip berettik. Ondan Hey, Subat oğlum, bu yak gele. Lan qara, men sana vallahi hesap koydum. Bundan keyin ballar bilan urushmay o'ynagan, ha? Hadi. Rahmet bova. Bova. Uslab qolgansiz, usuluk ichiviling. Ekinamdan qulay. Rahmat oğlum. Oğlum, Ekile, ağır diyenni bana mındak tut sen, ha? Kara, ha? Bana mındak. Mama, ekinam nan qulay. Bo'ldi balam, bo'ldi. Ekinam bo'ldi, nan qulay, ekinam. Oy, esqatqan jinim balam.
Sayımko! Ha, Sayımko! Hey. Sayımko! Buvangni chaqira o'g'lim. Uxlayotidi. Kun tushib ketdi, mushkam uchun uxlamdi. Berib o'qita. Uyg'otdingmi o'g'lim? Shuncha chaqirsammi uyg'onmayotidi. Endi aytgan samdi. Uyg'onmadimi? Jira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين Cemaat, bugün kentimizde ağır musibet oldu. Bir aileden er-xotin iki kişinin bir günde yerliki qo'yilishi kişinin yuragini ezadigan ish. To'g'ri. Endi merhumning bag'varan uy o'ylinlariga mushu betalay narisidi bala varislik qilsa. To'g'ri. Yana bir masala bor. Merhumning yetti nazirsini qachon desak bo'la? Ha? Buni qanday qilsak bo'la? Menimcha, marhumning balog'atga yetgan balları bo'lmag'achqa nazir berish joiz bo'lmas. Durust. To'g'ri. Nazir bermaydi. To'g'ri. Jamoat, menimcha, narsidi bola nazir qilgan taqdirdami, nazir ishini yeyishga bo'lmaydi. Yana bir masala bor. O bala kichikli yetim qoldi. Onun bilasimiz ega bo'lishimiz kerak. To'g'ri. Mushu masalani Bu bir masala bo'ldi. Ras. Buni o'ylashimiz olmaydi. Jamoat. Men merhum To'xtaxonning eng yaqin qadinas do'sti. Bayatdan beri bir necha tuqqanlar balaning beshini silab, yaxshi gaplarni qildi. Hatto otadorchilik qilish o'yida bo'layotganlarmi yo'q emas. Shunga shundoq niyatkilarning ko'ngliga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bu balani men beqvasam ekan deyman. Bu balani men beqvasam birinchidan bu bala kichigidan tortib merhumning quchog'ida o'ynab cho'ng bo'lgan. To'g'ri. Navada mening qishimda bo'lsa, meni merhumning o'rnida ko'rib, yasirmay kunib qolamdikin deyman. Onun ustiga uyda onun bilan tang dematlik davrlarim bor. To'g'ri. To'g'ri. Sen beqavasang, marhumni go'rida xotirjam yotgan bo'ladi. Shundoq. Bu balaga sana o'xshash birasi egomisimu bo'lmaydi. Qandoq dedim jamoat? To'g'ri. Men kirmayman bova, men kirmayman. Bovam bilan mo'mam meni saqlab ketdi. Ammo buvangga o'xshash bolam, yig'lama. O'ginib qolsa, men seni maktablarda o'qitib ham bolam, Men ham senga o'xshash navaralarım bor, Yig'lama, o'ginib qolsa. Yura bolam, yura. Bolam. Demek, buvay bilan mo'may tuyuqsiz olamdan o'tdi. Nemi sababdan ikkisi tangli bir vaqtda olamdan o'tdi deb so'rashinglar mumkin. Aqlli ko'rurmanlarim, buning javobini o'zinglar deb bilinglar. Bala. Qo'pa men buvamni quchiga o'rayapman. Meni buvam. Sen meyda o'tira. Men sizlarni ama buvanglar, buningmi bo'lsa? Yo'q, gap qilma buva. Siz nerede onun buvisi bo'lsiz?
Men yolg'on gap qilmadim, rostla uning bovsi. Bu mening navram bo'ladi, xuddi sizlarga o'xshashlar. Ha? Buni bo'za qilmanglar, buni xorlamanglar. Ha? Yolg'on gap qilmanglar buva. U nerda sizning navro'z bo'ladi? Sizning navro'z degan ma'no biz tursak. Sizlar mening navram. Bu mening navram, ha? Urushmay inoq o'tinglar. Undaq emaskan-ku, opamning deyishicha uni beqiyap ekanmiz. Bu yerda hech nimasi yo'q-ku. Opang yolg'on aytyapti. U daverdi, ha? Bundan keyin bu bola bilan urushmay inoq o'tinglar, ha? Billa yaxshi o'ylasanglar, men xush bo'laman, ha? Bu mening navram. Sizlar bu mening navram, ha? Hey, ma ishni tugatib bo'lib, eriq suv katta deydi. Berib ko'chatlarni sug'urayapchimi? Hey qizim. Aş ko'chatlarni o'zingizni sug'ursangiz bo'lmamdi. Kichikkina bolani ishga buyursangiz qanday bo'ladi? Elimi etdigani yoq ish qilyotdi-ku, ha? Bekor etib yeydigan ish nada? Buncha emgak qilib yesin. Anglasam otamiz paydo bo'libdi deydi. Opirib berib yotmamdi. Jura bolam. Ma ishni ko'rmamdigan. Bova, mama, nima shu meni yolg'iz tashlab ketdinglar? Meni bilib ketsanglar bo'lmamdi. Meni bilib ketgan bo'lsanglar, bugungi kunga qolmas bo'lgandim. Jodigar xotinning toyig'ini yemas bo'lgandim. Boshqalarning til ahantini anglamasdim. Bova, mama, senin buvam bana şundak yaxşı qarayotdi. G'ayrat akamlarmi meni o'z uyqusidek ko'ryotdi. Lekin jodigar xotinning azoblashiga faqat chidayolmadim. Mening bu yerdan ketkim bor. Sizlarning yaninglarga ketkim bor. Men bu dunyoga nima uchun tiraldim? Azoblanganimi, chapatat qilimi yoki xorlanganimi? Men bu boshqa bolalarga o'xshash qo'shar esam bo'lmamdi. Onamning bo'yniga esilsam bo'lmamdi. Bova, mama, meni yaninglarga olib ketinglar.
Şunun ulan, bu Batur otqı menip. Ya Allah! Qo'yimni tizdirga qo'ndirib, o'tirib ketiblar bu yetimekni. Otanız tipilibdi deydi, berib etmemdik. Ey, ota-onasi bu balani qip-qizil go'sht vaqtida tashlaytib ketgan tursa, yana dexe ulag'i beramdoq. Hargizmi bermayman. Egrini ye götürdü, rizqini Xudo berdi debdikan. Silto'da bunun dipini chirayverib, xo'rikin yo'g'in tuatdilar. Va cho'ng bo'lsa o'ziga yaxshilik qilganini biladimi bu yetimek? Ma qizim, tomoq etib yeymiz. Hay. Kichikkinam turib, tatqiliqni ajabmi tatding ha balam. Jura, bizmi qaynoq suyimizga ninimizni chilab yeyli, ha? Ma. Ana qayerlerdesin Görünmeysen benim közümge Ana Tezrak kelgin menem jinimga Qandaqmı öter bu günlerim sensiz Zulmette qapqara nursuz çıraqsız Gün boyu azaptı zar zar yığladı Uzakken bu dünya yaşasam sensiz Bulbullar sayrıgan dağlardı men yok Hayçaklar oynagan dağlardı men yok Bu hayat albümüm şunca menisiz İçilgan betlerim kurularım sensiz Bulbullar sayrıgan dağlardı men yok Hayçaklar oynagan dağlardı men yok Bu hayat albümüm şunca menisiz İçilgan betlerim kurularım sensiz Mana qara. Taş. Taş göze. Oy, çıraylık! Giyinip gel! Qara oynayıp жүргенне. Ağilla, bugun ben sorunga savagdaşla hammamiz yaxshi yig'ilib qopdik. Bugun kerak mashunda esli sorunda ammo bir qiz olib ketgan bo'lsa ajab gapiribdi. Qachonli qarsa, qiz onamning gapida buni og'zida. Taxayga lavsuruq surib qo'ysa, kendi yuguraydigan nima bu? Ağilla ama sorunumuz nayet yaxshi bo'lyapti-da. Ama qo'rumga chiqishi birdan yerimdan parangni o'tasa qanda, ağilimiz paratma qiziqchi nima bir ishga yo'l etmas qanda. Biz yumur bilan o'tirib turli. Asqar kirib qo'rman qo'rib chiqi. Artık beşi tutsun, emiri qorayla.
ketib, sepini ko'tarib oldi. Çürmüşlü qattiq quruyulib, qozonni teshib oladi. Hacet Bekzadek yetip gitsen o. Hoyt, tura hey. Men seni bu yerge bekarlık yap kulusun dep ekemegen, kolumga kol, putumga put bulan dike dep ekegen. Hoyt, tur ornağından. Qanday gep bu? Hacet kızıp gitip da, ısık ödep kaldım neme bu burnumige. Oy Xudayım ey, mana bu öyle misin bu sorangandı. Oy Xudayım ey, beşimiği bir bolat yep oldum mu neme? Hey, tura ornağından joyunga öt. Estağfurullah, öte bu yakka. Qarğını, ölügünü satandı nim bu mağa. Balı bakıcı ekepegin desem, ekegen bir nimisini qarmandıqan. Hey. Ya Xutan, ma balık kızıp kaptı mı nime? Ködüm, ölmeydi. Ondaq mı nime? Kiçikgina balı tursa bu. Onun işimiz ağrımız qandaq buldu. Doğru bədim, saqıyıp qalıdı. Biz onun başpana bulmasak bulmaydı. O ağrıp kaptı. Onu biz doktorxanaga apıraylı. Hey. Vay vay, nimançılar qılıdığandı. Ay boldu qılığa, saqıyıp qaldı. Nimi de hepdi. Balının kesili bek eğir. Yaxşıraq davalatmısanlar bolmaydı. Öpki tuberkulozoptu. Yataqda yetip davalanmış bolmaydı. Sizler bunun üçün 2000 so'm tayyorlanglar. Buni kechiktirsanlar bolmaydi. Mana. 2000 so'm. Nimi deydi? Balının kesili eğirken. Bunun üçün 2000 so'm ekamsak bo'lmaydi. 2000 so'm? Mana men sizga demedim-mi? Bal bakıcı ekel desem, nerede ülemen bir nimeni ekilip men ölügünü satılgan boldu bizge. Jurana qayt ketayli. Onun 2000 so'm nerede turibdi? Jurana qayt ketayli. Bizge o'xshashchi, yaxshi niyatlik odamlar chiqidi. Jurang, uy qayt ketimiz. Bo'ldi qilama. Biz uni davoltayli. Uni o'zimizga o'xshab bo'ldi qilim. Subatning atanisi kim o? Subatning atanisi kim o? G'ayratga, yaqindan yoqi uyqum toza yaxshi emas. Ishtimmo tutilib ketyotadi. Buning sababini sizdan uqib boqay deb. Mana bu doğrunu içseniz boludu. Etigini bir vaq, keşti bir vaq içsiz. Günde 2 qatim içseniz boludu. Bir basqış tüygendan keyin yana kelsiniz. Andın tekşirip bakaylı, he? Kiren.
Doktor, balaning ahvoli tez yaxshi bo'lmayotidi. Nima? Balaning ahvoli ig'irlashib ketyotidi. Balaning ota-onasi qani? Pul olib kelamiz deb ketib, hozirgacha kelmadi. Hay, mushundaqmi ota-onalar bor, ha? Shundoq. Endi qanday qilamiz, doktor? Operatsiya qilamiz. Ular rasmiyatlarni bijirmagan tursa. Bu gaplarni qo'ying. Darhol operatsiya qilamiz. Balani qutqizish muhim. Ems shundoq bo'lsin. Men chiqib kiray, ha? Siz yetmagan dorilarni ichgandan keyin ahvolimda xili o'zgarish bo'lib. Shundoq. Sizga ko'p rahmat. Yaqinlarning ahvoli qanday bo'ldi? U xili yaxshi. Hozir xili o'ngishilib qoldi. Buni so'rab qoldingizmi? U bolaning ota-onasi, u bolaning ota-onasi tug'ilganda tashlab o'tibdi ekan. Keyin buvay bilan mo'may beqib cho'nqibdi. Buvay bilan mo'may o'lib ketgandan keyin buvayning bir do'sti beqibapti. Buvayning bir azazul kelini bo'lib, u mush doktorxonaga kelganlarga beqivog'ili berib o'tibdi. bolani men beqib olsam bo'ladimi? Sizmi o balani qiynamoqchimi? Yo'q, meni demoqchi bo'lganim o baliq bek ichim og'rib qoldi. Shunga men beqib olsam deyman. Obdan o'ylabsiz. Agar beqib olish niyatingiz bo'lsa, uning rasmiyatlarini bajarishga men yordam qilay. Rahmat sizga. Arzimaydi. Shunda qilib film oxirlashdi. Hurmatli ko'rarmanlar, mushundaq ishlar jamiyatimizda bo'lib turamdi yo'q. Sizlar har xil javoblarni berishinglar mumkin. Mushundaq odamlar millatimiz orasida bormi yo'q? Atrofimizga nazar sepib boqaylik. Xayr, kelar qaytib ko'rishaylik. Dünyaya kelip, ösüp çoğ
Var benim buvam de. Buvam tusa. Abam şundan dedi sen. Shuni keldim men. Bir kiyimim bilan yuzga pulni yibla. Aylim bu talimiz barga qara. Ammo shu bana Xudoyim shu oilamizga taklif qildi. Bu bor meni mushtaqchon ishni yuzdan chiqsa bo'lmadimi? Yuzdan ko'rib tursa hozir bormoqmi? Manga qara, mana qattiq ko'rmoq ko'zim. Hede bir balıma qara. Ila. Ila sen. Sen. Ana görünmeysen benim közüm